Gapiring. Assalomu alaykum. Kartalarda pul yetmayapti. Abduqodir, o'zim hal qilaman. Shu deng, shuncha narsa olib qo'ydim. Bugun o'g'limga va'da berib kelgandim. Sarfolaring bugun to'ldirib beraman deb. Bir ko'zlab boqqan bolamday baribir ko'nglim o'ksamasin deyman. Shunga pasportimni berib ketsam, to'ydan keyin hisoblashib ketsam bo'ladimi? Pasportingiz kerak emas aka. Bilasizmi? Yaqinda o'zim to'y boshlab qo'yganman. Uylanmoqchiman. Alloh baxtingizni bersin. O'g'lingizga havasim keldi. Rahmat. Uni sizga o'xshagan otasi bor. Menda bunaqa baxt yo'q. Onam ham 12 yil avval o'tib ketganlar. Bilasizmi? Mana shu olgan hamma sarfalaringiz do'konimiz nomidan sizga to'yaman. Faqat to'yim kuni sizni chaqiraman. Otam o'rnida bir duo qilib berasiz. Xo'p? Ilohim baxtingizni bersin. Alloh yuzlaringizni yorsin.